Assalomu alaykum hurmatli xonimlar va janoblar. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev Sherzod Tojiddin o'g'li Qudratxo'ja jurnalist, teleboshlovchi, siyosatshunos, siyosiy fanlar doktori, professor, O'zbekiston Jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti rektori, Xalqaro press klub NTT raisi, O'zbekiston Milliy media assotsiatsiyasi boshqaruv raisi, O'zbekiston Jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universitetiga yetib keldik. Universitet haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Tashkil etilgan yili O'zbekiston Jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti O'zJuko 2018-yili tashkil etilgan. Bu O'zbekistonda jurnalistika va ommaviy media sohasi bo'yicha ixtisoslashgan yagona universitet hisoblanadi. Joylashuvi universitet Toshkent shahri joylashgan, aniq manzil Toshkent shahri Mustaqillik Shoh ko'chasi 21-uy. Universitet asosiy maqsadi: universitetning asosiy vazifasi zamonaviy media kommunikatsiyalar sohasida xalqaro standartga mos malakali kadrlarni tayyorlashdir. Shuningdek, universitet amaliy ko'nikmalarga katta e'tibor qaratiladi va talabalar OAVda amaliy o'tash imkoniyatiga ega. Ta'lim yo'nalishlari universitetda quyidagi yo'nalishlar bo'yicha ta'lim beriladi: jurnalistika, matbuot, televideniye, radio, internet jurnalistika, media menejment, xalqaro jurnalistika, PR va reklama, ommaviy kommunikatsiyalar texnologiyalari. Haligiday aytganimizdek, universitet tarixi va tashkil etilishi sabablari O'zJuko 2018-yil 24-mayda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ 3745 sonli qarori bilan tashkil etilgan. Bu universitetning ochilishi zamonaviy axborot makoni, malakali jurnalistlar, 24 nafar dotsent, 4 nafar professor, 12 nafar fan nomzodi, 13 nafar PhD, 4000 nafar talabalar o'qiydi. Ehtirom ila so'zni O'zbekiston Jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universitetiga beramiz. Universitetimizga 5 yil bo'lyapti, lekin bu 3-chi ijodiy imtihonimiz, chunki o'rtada 2 yil pandemiya bo'ldi va pandemiya bizga xalaqit berdi. Ijodiy imtihon bizga nima uchun kerak? Muallim, professor, o'qituvchi auditoriyaga kirganda u iqtidorli, saviyasi baland talaba bilan gaplashsa, uni ishi oson bo'ladi. Lekin aytaylik, ba'zida tasodifan universitetga kirib qolgan talaba ham qiynaydi. Shuning uchun men o'ylayman, birinchi galda universitet o'zi juda manfaatdorki, bizda yaxshi shu o'qishga tayyor va o'qishni yaxshi ko'radigan talaba bo'lish. Biz qanday tayyorgarlik qildik? Albatta biz undan ancha oldin tayyorgarlik boshladik. Birinchisi bu o'sha imtihonning muhiti. Ya'ni muhitda professor o'qituvchilar imtihon olmaydi, chunki ular manfaatdor bo'lishi mumkin va ular hozir yozgi ta'tilda dam olishyapti. Biz bu sohaga, shu sohamizni yetuk vakillari, xususan shu universitetni 2025-yil sentyabrda talabasi bo'laman.